Ve dada men sizga aytdim, uyga boraman dedi. Xo'p, boraman dedim. U sabr qilinglar, qachongacha yosh bo'lamasman u. Do'stim bugun bir maza qilib dam olamiz ha. Gapirmachi. Ish odamchi zerigi balki. Menga qaramaydi ekan. Yo'ldanchi hozir. Onamni olaman. Mayasa zo'r bo'ladi. Hozirda. Bugun bir bayram bo'lsin biz uchun. O'tgan safar ham maza qilib dam olgan edik. Ishim tugamaydi. Nima bo'ladi bugun? Yana kim bo'ldi ekan? Yana ishmi? Dadamda bilasan, u tinmasdan telefon qilgan. Telefon qilaverar ekanda. Nimasini aytasan? O'tgan safar ham o'tirganimizda telefon qilib chaqirgan. O'tgan safar ham maza qilib dam olayotganda beliga tetgan. Ana, Yana dadammi? yana telefon qilyapti. Olmasamchi qilaveradida. Alo. O dada. Ve dada men sizga aytdim, uyga boraman dedi. Xo'p, boraman dedim. U sabr qilinglar, qachongacha yosh bo'lamasman u. Bo'ldi dada. O'zim boraman. Ha deb telefon qilib bezda qila olmaylar meni. Tavba qildim, katta odam. Ko'rgisi kelganmish. Yosh bolamisan. Shuni aytgan. Ve ularga qo'ysam, mana shu kunda mana yonida o'tirsangda, oshna og'ayni bilan o'tiribdi deb o'ylamayman ekan. Do'stim, dadangiz bilan gaplashdingizmi hozir? Ha, aka. Dadam bilan gaplashdim. Dada bilan bu ohangda gaplashib bo'lmaydi. Dada biz uchun bu dunyoda berilgan eng katta ne'mat. Meni dadam o'tganiga 20 yil bo'lyapti. Dadamning bir og'iz bolam degan so'ziga zorman, borimni bergan bo'lardim. Aka, menga aql o'rgatmang. Mana shu yerda tushib qolamiz, to'xtatib qo'yingki, iltimos. Manzilga yetib keldik, tushamiz aka. Tushamiz. Rahmat. Rahmat aka sizga. Sog' bo'linglar. Sog'lom dada. Sog'lom dada. Kattadan yolg'onchilardan dada. Charchashga taslim bo'lishga haqing yo'q o'g'lim. Jonim to'kildi-ku mana, qolib ketdi orzularim mana. Hech bo'lmasa tushlarimga kiring, sog'inganim otajonim mana.